Nima ish qilasiz? Yadirmayet. Hech narsa qilmayman. Talaba, siz aytishadi, o'zbekcha bilmaydi deyishadi. Mana assalomu alaykum. Boshingizni urgan ish qilasiz. Assalomu alaykum. Знаешь, кто это? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Tadbirkorman. Las bo'lsa kelinlar liboslar saloni. Necha pul bilan boshlagan biznes? 60 ming dollar. Hozirgi qiymati qancha? Biznesimi? 500 2 million bo'lsa. 2 million dollar. 14 yildan beri. 14 yildan shu ish Ha, qilasiz. ha, ha. Lolaba, Что такое? Нас окружили. вы чем Nima занимаетесь? bo'lyapti? Nima ish qilasiz? Yadirmayet. Hech narsa qilmayman. Menda judayam boy dugonalar bor. Shuning uchun men hech narsa qilmayman. Mazza qilib yashayman bo'ldi. Lolaba, siz aytishadi, o'zbekcha bilmaydi deyishadi. Mana o'zbekcha gapiryaptilar, to'g'rimi? Gapiradilar, вообще. Bemalol. Men Любой joyda gaplashaman. siz bilan lekin bir kun duet qilaman, xudo xolisa. Omad sizga. Sizga ham omad. Bo'pti, Shahzodali Rayhon. Что за провокация? Обе. Oy, ani лучше. Yoshlarga maslahat beringlar. Rus tilida bo'ladimi? Yo'q, o'zbekcha qo'ying. Это цитата. Tayyormisiz? Жизнь одна. Kayfuyte. Bo'pti. Brat, Tiffany. Assalomu alaykum. Syomkaga yo'qman-da. Uyalmang. Siz maslahatlaringiz kerak. Mashinangiz zo'r ekan, vashi. Hozir qo'yib ol, aka. Hozir boraman, Aqrorov 4 etdi. Assalomu alaykum. Mashinangiz zo'r ekan, nima ish qilasiz? Xudo xolasa Xitoy bilan ishlaymiz. Zapchas, mashina, servisimiz bor. O'sha eng chiqayotgan mashinalarga xizmat ko'rsatamiz. Necha pul bilan boshlagan biznes bo'ldi? 100 ming bilan boshlaganmiz. Hozir. Bu mashinaning neobычный rangi, texpasportda qanaqa? Kameleon rangi. Yo'q, texpasport etmaymiz a. Tiffany bilan qorani kolab qilganmiz, aka. Mana shu yosh necha pulligini kommentariyga yozing. 20 yoshman. 20 yoshda mana shunaqa mashina yuribsiz. Qanaqa duolar bilan yashayapmiz-da. 20 yoshdagi bolalarga nima maslahat berasiz? Nima qilishsin? Aka, xudo xolasa ko'pchilik Xitoy bilan ishlashga qiziqishadi-da. Qanaqa ishlanadi, qanaqa gaplashiladi. 20-aprel kuni Xitoyga ketaman. Pastda xolasangiz akkauntimni qoldiring. O'zim qatori bolalarga, mendan katta akalarga Kanton Fair bo'ladi Xitoyda, xalqaro biznes forum. O'sha yerda o'rgatamiz. Qanaqa bo'ladi, necha pul narx. Xitoy bilan Toshkentda to'g'riroq O'zbekistondagi narx ancha farq qiladi, aka. Soat necha puldan bo'ldi? Padarka, aka. Eng qimmat narsa nima? Detallardan. Diska, rangi Diska necha pul turadi? 2200 ga olganman baloni bilan birga. Bitta necha pul topasiz? Oyga sof foydamiz, aka. Pochka, aka. Gap yo'q, bizga nasib qilsin, hammaga nasib qilsin. Gap yo'q, rahmat katta. Men mashinaga tonirovka biton oy. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Alaykum. Aka, yaxshimisiz? Tuzumisiz? Mashinangiz zo'r ekan. Zo'rman. Tonirovkada lobga uryapsiz. Bu lobdagi tanirovka emas, aka. Ha. Bu qora sonzashni kechqurun shunaqa qora turadi. Yo'q, Ha. O'zim tanirovkachiman, aka. Tonirovkachiligi mumkinmi bunaqa yurish? Yo'q, bu sonzashni, aka, qora sonzashni. Mana hozir standartdan o'tadi, aka, gay o'lchasa ham standartdan o'tadi. Kechqurun bulutli havolarda shunaqa qora turadi, aka, bu. Tonirovkachisiz. Shunaqa. Necha pul bilan boshlagansiz, hozir necha pul topasiz? Necha pul bilan boshlagan? 0 dan boshlaganmiz, aka, lekin necha pul topishimni hisoblab ko'rmaganman. Hisoblamaysiz. Ha, yetib turibdi, aka. Pul vaqt topib keladimi? Halolidan topilgan pul bo'lsa, baxt topib keladi, aka. Halol bo'lsa. Halol bo'lsa, halol joyga sarflasangiz, baxt topib keladi. Birinchi olgan mashinangiz haydagan mashinangiz qanaqa? Matiz haydaganman, aka, best. Nima oldingiz oxirgi marta? Qimmatbaho narsa, olgan narsalarimdan shu hamma erkak kishilarning orzusidagi narsalarni oldim, aka. Yo'q, Ha. nima ekan? Ota-onamga umraga bilet olib berdim. Gap yo'q, hammaga nasib qilsa. Lobada tonirovkasiz bor mashinada yurish uchun nima qilish kerak? Aka, ishonmadingiz, hali emas sonzashni, qora sonzashni desam, Qayerda joyingiz? Yunusobodda, aka. Borasiz, tonirovka pitaka kelasizlar. Kelasizlar, standartdan o'tkazib, sizlarga shunaqa qora sonzashni urib beraman o'zi. Maslahat, aka, nima deyman, yoshlarga maslahat, iloji boricha o'qishsin, aka. Vaqtlarni behuda o'tkazishmasin. Rahmat. Joningiz omon bo'lsin.